o'ta ko'p agromagazlar ham ko'p. Misol uchun ilmi bori bor, yo'g'i bor. Misol uchun men o'zim Qirg'izistonda shunaqa agromagazlarda ishlataman. Hatto siz bilan opit almashgani keldim. Iminda. Rahmat. Bizda opit ko'p emas. Yo'q, xudo xolasa aytadi-yu. Kimdir bilan kishini aloqa qilsang ham meniki sizga, sizniki bizga o'tadi. Bu narsalar nimaga bozor o'lmayapti? Iordaniyanikida. Ular kayfiyatini yo'qotmayapti. Kayfiyatini yo'qotmaydi. Bu narsa bor-ku, agar sepsa, O'zbekistonga kelib sepsa, natijasini olmasin, Iordaniyadan keladimi tekshirgan. Kim ushadi, kim tegdi? Hozir men bugun erta bilan buni video qo'ydim. Srazi menga bolalar telefon qilyapti-da, buni orqasidagi menga seriyani tashaqatdan olding buni deyapti. Chunki mana shu floraton hozir yo'q. Buni natijalarini xudo xolasa siz bilan borib Qirg'izga o'tib sepib ham ko'rsatamiz. Oldin buni Qirg'izistonga registratsiya qilishimiz kerak. Ishlab chiqaruvchi shaxsan o'zimiz, Fitomer degan firmamiz bor. Ishlab chiqaruvchi o'zimizda. Vodiy biladi bu narsani. Vodiy to'xta hamma do'konga kirsangiz, e'tibor bersangiz, mana shu narsa bor. Buyul qadoqlarni ham mahkamladik, sifat ham ko'tarilgan. Qirg'izistonga buni ham olib o'tamiz. Nasib bo'lsa, o'sha yerda dilersiyalar berib, registratsiya qildirib, kim qiziqsa shu narsaga dilersiyasini beramiz. Xudo xolasa ishlar oldidagina inshaalloh. Daraxt tanasidagi zamburug'li kasalliklar, shoftollar bargi bujimayib ketadi. Ayniqsa Qirg'iziston tomonda namlik kuchlik bizga qaraganda ko'p hatto bujmaydi. Bizda ko'p bo'ladi bu narsa.